Qarang, bu odam tanasidagi butun qon miqdori. Bu taxminan odamning yoshiga yoki og'irligiga qarab 4 yoki 5 litr miqdorda bo'ladi. Buni tarkibidagi qand miqdori esa taxminan 5-6 millimol bo'ladi. Bu qancha bo'ladi? Deyarli mana shu qand og'irligicha. Lekin savol, odam bir kunda qancha shakar iste'mol qiladi? Keling birgalikda bunga javob topamiz. Odam bir kunda mana shuncha shakar iste'mol qiladi. Bu taxminan 50 choy qoshiqqa to'g'ri keladi. Lekin qanaqasiga odam bir kunda shuncha shakar iste'mol qilsa-yu, lekin qondagi miqdori 1 kubikchalik bo'lsa? Keling birgalikda bunga javob topamiz. Buning javobi esa organizmda ishlab chiqariladigan insulin gormoni. Organizmda insulin qanday ishlaydi? Shakar organizmga tushgandan so'ng insulin buni glukagonga, ya'ni ATF ga aylantiradi. ATF o'zining navbatida insonga kuch va quvvat beradi. Shakar organizmga tushgandan so'ng insulin uni energiya manbayiga aylantiradi. Energiya manbayiga aylantirgandan so'ng organizm yetarli miqdordagi energiyani olib, qolgan energiyani esa yog' sifatida uni to'play boshlaydi. Agar har kuni kun davomida ko'p shakar iste'mol qilinsa, organizm uni parchalashga ulgurmaydi va insulin gormoni uni parchalashga kuchi yetmay qoladi. Bu esa diabet deb ataladi. Agarda sizda ham shunga o'xshash belgilar paydo bo'lsa, sizni Medigon klinikamizda kutib qolamiz.